Rahmonsoy mahallamizda 5148 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Shundan 2024-yilni aytadigan bo'lsak, aholini tadbirkorlikka jalb qilish, ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash maqsadida 76 nafar fuqaroga kredit ajratildi. Ya'niki har xil yo'nalishda chorvachilik, issiqxona, tikuvchilik yo'nalishlarida kredit ajratilib, 76 nafardan ular qo'shimcha yana issiqxona tashkil qilinganlarga qo'shimcha oila a'zolari ishsiz fuqarolar bo'ladigan bo'lsa, ularni jalb qilib, ishsiz fuqarolarni ish bilan band qildi. Kibir sportda rivojlantirishga ozgina kredit olganmiz. Yoshlarimizni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishga musobaqalar o'tkazdiryapmiz. Bu yilgi rejamiz juda ham katta. 20 taga yaqin fuqaro uyiga issiqxona, kamida 2 sotixdan 20 sotiqgacha issiqxona tashkil qilinib, ushbu issiqxonalarda limonariya tashkil qilmoqchimiz. Ben 100 ta tovuq olgandim o'tgan yil. 80 ta, 95 ta tuxum bo'lyapti. Kuniga? Kuniga 90 ta, 90 ta bo'lyapti. Daromadimiz yaxshi. 200, 150, 200 daromad Kunlik. Mana daromadim hozir qo'y oldim. O'tgan yillik hisobidan. Qo'yim hozir ko'payib qoldi. 5 ta berganingizda 8 ta bo'ldi hozir. Xudo xolsa yana rejam bor, qo'yni ham ko'paytirishga.